Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yashkinani yangicha pechenkalarini yeb ko'ramiz. Tadam. Buni немецкий bretzel в молочном шоколаде degani uchun mana bunaqa необычный ko'rinishi uchun olib ko'rdim. Chunki buni oldin yashkinada ko'rmaganman. Narxi qimmat emas, 10 mingdan boshlab to 15 minggacha shu atrofida har xil magazinlarda bo'lishi mumkin. Men olganim barakadan. Bismillahirrohmanirrohim. Vau, hidiyam chiqib qaranglar. Mana bunaqa ekan. Hozir olib ko'rsataman sizlarga. Buni katta ingichka ichida kam bo'lsa kerak deb o'yladim, lekin ichida ko'pgina bo'ldi, 90 gram ekan. Mana. Mana bunaqa shokoladchaga burkangan pechenkalar. Endi yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar qo'limni. Erib sразу. Juda ham mazali. Хрустящий в молочном шоколаде с морской солью deb yozilgan ekan. Qo'yli. 2026-yilgacha ekan, srok godnosti esa menga juda yoqdi. Bitta yeyishim bilan sразу og'izda qirs qilish yoqdi. Bu bir. Ikkinchisi, молочный shokoladi juda ham mazali qilingan ekan. Bu ikki. Yeganingizda og'zingizda haqiqatan mazali ta'm qolar ekan. Agar yana shunaqa obzorlar kerak bo'lsa, unda podpiska qilib qo'yinglar. Unda просто так ko'rish bo'lmas. Жалко bo'lmasa agar. Iltimos. Bye bye.